Gidroponika o'zi nima? U qanday yetishtiriladi? Agar bu haqida bilish sizga qiziq bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Imkon qadar sizga ma'lumot berishga harakat qilaman. Gidroponika o'zi grekcha ikkita so'zning birlashmasidan iborat atama bo'lib, gidro va ponik, ya'ni suv va ishlash lug'aviy ma'nolari shuni anglatadi. Ya'ni bu uslub tuproq bilan bevosita aloqaga kirishmasdan turib, suv vositasida hosil yetishtirish degan ma'noni anglatadi. Gidroponika ko'hna uslub, uni qachon kashf etilganligini bilmayman, lekin bizning yurtlarimizda momolarimiz ming yillardan beri gidroponika uslubida bug'doy yetishtirib, undirib, sumalak tayyorlashlari hammamizga ma'lum. Ya'ni bu biz uchun yangilik emas. Lekin gidroponikani aynan boshqa sohalarda, xususan chorvachilikda, parrandachilikda va baliqchilikda yoki bo'lmasam bugungi kunda yana bir yangi yo'nalish bo'lgan fitosoha, ya'ni inson sog'ligini tiklashda qo'llanilishi biz uchun yangilik. Va bu haqida agar siz tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni muntazam kuzatib boring. Gidroponika o'zi nima? U qanday yetishtiriladi? Agar bu haqida bilish sizga qiziq bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Imkon qadar sizga ma'lumot berishga harakat qilaman. Gidroponika o'zi grekcha ikkita so'zning birlashmasidan iborat atama bo'lib, gidro va ponik, ya'ni suv va ishlash lug'aviy ma'nolari shuni anglatadi. Ya'ni bu uslub tuproq bilan bevosita aloqaga kirishmasdan turib, suv vositasida hosil yetishtirish degan ma'noni anglatadi. Gidroponika ko'hna uslub, uni qachon kashf etilganligini bilmayman, lekin bizning yurtlarimizda momolarimiz ming yillardan beri gidroponika uslubida bug'doy yetishtirib, undirib, sumalak tayyorlashlari hammamizga ma'lum. Ya'ni bu biz uchun yangilik emas. Lekin gidroponikani aynan boshqa sohalarda, xususan chorvachilikda, parrandachilikda va baliqchilikda yoki bo'lmasam bugungi kunda yana bir yangi yo'nalish bo'lgan fitosoha, ya'ni inson sog'ligini tiklashda qo'llanilishi biz uchun yangilik. Va bu haqida agar siz tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni muntazam kuzatib boring.